Ha, qani bugun nima yangilik lekin? Sarpo, siluet. Oyijon, oyijon. Ha? Instagramda zo'r trend chiqdi oyijon. Olaylik. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz degan trend. Olamizmi? To'chni muhokama qilmaymizmi? Qani oyijon, siz boshlang birinchi. Xo'p bo'ladi oyijon deysiz-ku, lekin bilganingizdan qolmaysiz. Oyijon, endi bo'lsa mani navbatim. Xo'sh. Har doim mani ishimda kamchilik topasiz. Bizani davrimizda ota-onamizni chiroyli qilib, ozoda qilib tozalashni o'rgatganda, siz chala-chalpa qilganingizdan keyin tabiiy men kimga beray? Oyijon, yana aytaman. Kunni bo'yi zo'r yurasiz, o'g'lingiz kelishi bilan ahvolingiz yomonlashib qoladi. O'sha noqal o'zimni kasalga solsam kelib menga hurmat qilasizlarmi deb o'ylayman. Kerakmi sizga shu gap? Oyijon. Ay, trend deb shuncha kamchiligim bor ekan u mani. Ko'chada agar ish bilan ketsangiz, hozir kelyapman oyijon deysiz-ku, lekin probkalarda qolib ketasiz. Bilaman, mayli probkani ham tushunaman. Lekin oyimni chakaga o'tsin deb shirinlik ko'tarib kelib, tilyoqmalik qilasiz, bilasizmi? Ha oyijon, xafa bo'lmang, trend o'lsin. Baribir sizni yaxshi ko'raman oyijon. Bitta keliningizman. Lekin shu bitta kamchilik bor, har doim kiyimim gapirib yurasiz. O'g'lingizga yoqsa bo'ldi-ku oyijon. Jonim kelinim, asal kelinim, men ham sizni xuddi shunaqa yaxshi ko'raman. Lekin qaynonalari ham chiroyli kelinlari chiroyli yurganini yoqtiradi. Men ham sizni shunaqa chiroyli yurishingizni yoqtiraman, bilasizmi? Hozir kelgunizcha mana shu telefonda nima yangiliklar ekanini ko'rib o'tirgan edim. Shunda qarasam, Sarpo siluet do'konini ko'rib turibman. Ichida shunaqa qaynonalarga kelinlar kiysa yoqadigan ko'ylaklar bor ekan. Shunaqa bugun o'sha joyda skidka ketayotgan ekan. Men agar xohlasangiz shu ko'ylaklardan kiyishingizni juda ham istayman. Bo'ldi oyijon, siz nima desangiz o'sha bo'ladi. 5 ta zakaz qilsak bo'ladimi? Skidka bo'lgandan keyin olib beraman. Mani ko'zim oldida o'shalarni kiyib yurasiz. Bo'ldi. Faqat uyingizga emas, qaynanaga ham yoqadigan kelin bo'lasiz. Qaynana, qaynanam, jonim qaynanam.